aka Andijondagi blogerlardagi piknikka boringlar. Qani ketdik. Bugun biz Andijondagi barcha blogerlardagi piknikka bordik. Gap bo'lishi mumkin emas, to'planmaymiz deb o'ylab turuvdi. O'zingizlar bilib turganinglardek yarim blogerlar mehnatda dasturxon tuzash bilan band. Anjoncha shakaroblarni qilib opalar tilim bilishgan yo'q. Nima bo'lsa ham dasturxonimizga ko'z tegmasin, juda chiroyli qilib bezasha oldi. Yarmimiz dasturxon bilan band, yarmimiz bo'lsa o'zimizga kontent olish bilan band. Siz bu yerda qaysi blogerlarni taniysiz? Kommentariyaga atmetka qilib ketinglar. O'zgacha atmosfera bilan siylab qo'ygan uchun Palatka Andijonga o'z minnatdorchiligimizni bildiraman. Bilishinglar uchun oldin bunaqa ko'p blogerlar hech ham to'planishmagan edi. Iftorlik vaqti bo'lishi bilan hamma dasturxonga qarab atakani boshladi. Blogerlar ham nima yeyishni biladi. Hamma birinchi bo'lib yes snaklariga yopishdi. Ularga yoqqan-yoqmaganini yuzdagi emotsiyasidan bilib olsanglar bo'ladi. Ovqatlanib bo'lganimizdan keyin hammamiz maza qilib o'yin-kulgu qo'shiq aytishni boshladik. Bunaqa atmosferani ancha-muncha pulga topa olmaysizlar. Piknikka yig'ilgan barcha insonlarga kattakon rahmat.